Assalomu alaykum, Ma'lumot Uz kanalining qadrli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, opa-singillar, biz bugun Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Do'rmancha o'tin bozoridan o'tin narxlarini bir boshdan yoritib beraman. Egalarini telefon raqamlarini qo'yib ketaman akalar. Uydan turib o'tin zakaz qilishingiz mumkin. Bugun hafta kuniga seshanba 2-dekabr 2025-yil. Narx-navolar qanday bo'lyapti? Videoni boshidan oxirigacha ko'rib tursalaring. Chiroqli o'tin narxlarini yoritib beraman. Videoga bittadan like bosishdan chiqmasin, kanalimizga mehmonlar bo'lsa albatta obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana Laboda tayyor pechka bo'lib qolib, mana 25 razmerdagi o'tinlarni olib chiqishibdi. Bu gilos o'tin shekilli, gilos shaptol shunaqa shekilli. Hozir egasidan ma'lumotlarni olamiz. Aralasham shekilli. Aka, yaxshimisiz? Tayyor ekanda bu? Ha, tayyor. Nimani o'tinlari bu aka? Gilos o'tin. Hammasi gilosmi? O'rgan bor shekilli, ikkita shaptolmi? Xo'p, gilos o'tin. Nech pul aka narxi? Talabi to'lla bordidan oshiqroq. 650 ming aka. Dastlabkasi qayerlargacha aka? Oboraveramiz, kelishib. Dastlabkasiga qo'shilib qoladi lekin, ha? Manziliga. Manziliga qarab dastlabkasiga qo'shilib qoladi. Orasida qurug'i ham bor, mana bunda xo'li ham bor. Chala quruq deyapti. Chala quruq. Telefon raqamlaringiz necha aka? 97lik 337 36-26 raqamlariga telefon qilsalar, akalar, tayyor o'tin olib borasizlar, tushirib olasizlar, yoqib o'rasizlar. Davom etamiz. Bitta Mersda, ya'ni Vito deydimi buni, shunda yarim qilib yuklangan ekan. Qani, akalar o'to'likchi? Ma'lumot kanali. Xo'p, shaptol o'tin ekan-a? Nech pul ekan narxi? 1,5 million baho aytyapsiz. Kami bor. Bu ham tayyor, mana shunday holatda aralab olib chiqilgan, olib borasizlar, yorasizlar, pechkaga qo'yasizlar. Kami nech pul aka? Oxirgi narx. Kelishtirib beriladi. Xo'p, dastavkalari bor, yaqin o'rtaga. Telefon nomerlaringiz necha? Shartmasmi? Bo'ldi aka. Xo'p, davom etamiz. Endi navbatdagi o'tinimiz Damasda tayyor qilib buni olib chiqishdi. Bu shaptolimi yoki o'rik o'tinmi? Kevada 5-6 ta boshqa bodom bor ekan, boshqacha bo'lib turibdi-da. Xullas o'rik o'tin va 5-6 ta bodom o'tin bor ekan. Quruq o'tin ekan, mana ko'rishlaring mumkin. Nech pul berilyapti aka bu? 1 million kami bor. 1 million kami bor. Dastlabkilari yaqin atrofga? 5-6 metr bo'lsa, 5-6 kilometrda yetkazib beriladi akalar. Telefon nomerlaringiz necha aka? 97lik 664 0525 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Quruq o'rik o'tin tayyoridan. Endi Kia Porterda tayyor qilib yorilgani, ana. Bu quruq shekilli menimcha, ana. Bu kimdan ekan? Sizdanmi aka? Nech pul berilyapti bu? 1,700 kam bor. Quruq ekanda, quruq ho'li ham uchamcha chiqib qolyapti lekin mana. 1,700 kam bor ekan, mana ko'rib turibsizlar, bortidan chicha balandroq bo'lib turibdi. Tayyor olib boradi, tushirib olasizlar, yoqaverasizlar. Pechka bo'lib qilib yorilgan, arilangan. Telefon nomerlari necha aka? 91lik 187 necha? 687 66 40 raqamlariga telefon qilaverasizlar akalar. Tayyor holatda o'rik o'tinlar. Xo'p, navbatdagi o'tin o'rik o'tin ekan bu. Bitta ko'rsataylik. Orasida pechka bobi ham bor, arilinadigan ham bor, kattalari ham bor. Xo'p, bu sizdanmi aka? Nech pul ekan? 1,600 ming. Xo'p, mana kattani qaranglar. Bu nechta o'rik aka? Bir tip katta o'rik ekanda, ha? Bir tip katta o'rik, tayyor qilib olib chiqishgan. Tagida maydalari ham bormi? Tagida kesmaldagi bor. Ketmon sopday qalinlikdagi mayda nimalari ham bor ekan tagida endi. Mana usti mana shunday holatda. Xo'p, telefon nomerlari necha aka? 97lik 417 9500 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Dastlabkani kelishasizlar. Mana nomerlarmi? Mana shu nomerlar ekan. Aloqaga chiqaverasizlar akalar, kerak bo'lsa, ana tayyor holatda. Aytilgan narxlardan tushib beramiz deyapti, telefon qilaverasizlar. Xo'p, Damasga o'tamiz endi. Aka, sizdami Damasdagi? Xo'p, mana qaranglar. O'rik o'tin
Bodom o'tin shunaqa shekilli ham. Aralash ekan. Bu ham tayyor holatda ekan. Nech kilo ekan aka? 700 kam. 700 kam bor. Xo'p, ho'l ekan a? Qo'l quruq. Qo'l quruq aralash. 700 ming so'm kam bor deyapti. Mana bitta damazda o'sha yergacha, shopirgacha qilib bosilgan. Dastlabkilari bor, ha? Yaqin o'rtaga. Yaqin o'rtaga Tashab qo'yiladi. Telefon raqamlar? 90lik 90lik 860 860 0150 0150 raqamlari telefon qidirasizlar akalar. Xo'p, bu tomonda yana peshkavoq qilib aralangan, yorilgan akalar mana. Bu teraydiki aralash ekanda, xullas. Mana nima? Bu akatsami? Terayda qotvoy o'xshaydi. O'rikda bilan nimasi bittami buni? Og'ir o'tinda bu. Qoralar nima? O'rik o'tin. Bu o'rik o'tin. Xo'p, xurma. Smesda. Hammasidan bor ekanda. Olma mana o'zi. Quruq deyadi. Mana, quruq tayyor. Ob'yom zo'r yuklangan. Mana teyda shox kam. Deyarli shunaqa tanada. Metni yuklashadi, teyda shox qilishadi. Unaqa emas. Tegacha o'sha. Hammasi shunaqa. Ha, bor endi. Maydalari bor. O'sha bitta nimadan chiqqan? Kam. Olgan odamga o'rinmaydi. Adres buloq boshgandek. Olib beraveradi. Yana bormi axir bunda? Bor. Xo'p, nech pul berasiz aka? 700 ming baho aytyapman. Kami bor. Kami bor. Ta'min qilib beriladi. Lekin tayyor, ha? Oladi pechkaga solib yoqaveradi. Pechkaga tayyor. Ana bitta ikkita bor, o'sha o'rtada aralab, yorilgan aralab oldim. Xo'p, telefon raqamlar 91lik 142 11 39 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Uyda yana bor deyapti. Tayyor holatda aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, endi mana o'rik o'tinda yana tayyor holatdagisi. Mana 30 25 qilib tayyor qilib aralangan holatda olib borasizlar, yorasizlar, yoqasizlar. Matapilarlar bilan yurishar ekan. Ular ham sotilib ketmasa, shu holatda desa yana ovorsa tushirib qolmasin, qaranglar kattaligini. Aka, narxi necha pul buni? 2 milliondan tushib beramiz. 2 million so'mdan tushib beramiz deyapti. Chekka bo'lsa 1 million 600. Mana shu yaqin atroflarga 1 million 600 ga borib berishar ekan akalar. Ana ko'rishlar mumkin. O'rik o'tinda bilasizlar, issiqligi zo'r bo'ladi, uzoq yonadi. Xo'p, telefon nomerlari necha aka? Mana o ekanda. 30lik 332 0090 raqamlariga telefon qilaverasizlar. WhatsApp, Telegram ijtimoiy tarmoqlar bormi aka? Bor. Musofirda yurgan aka-ukalar bo'lsa, aloqaga chiqsa, uydagilarga tashlab qo'yaverasizlar. Bo'ldi. Xo'p, qadrdonlar, savdo bo'lyapti mana, bozorda ham savdo jarayonlari mana. O'rik o'tin qurug'i ham bormi ekan? Aka, qurug'i ham bor, ho'li ham bor. Nechta savdo qilyapsiz aka? 16 bizga. Aha. 1 beradi ham. 1 beradi. Chetga 16 Shekka, rasxod qilmaydi. Ha. O'shanda beraman. Mana yaxshi savdo bo'lyapti ekan. Ha, pechka bor, hammasi eng maydasi mana bunda qangi, bilak. Eng maydasi shu. Qolganlar ana unda katta mayda yo'q, ha? Yo'q. Unda qangi chiqmaydi. 1 million 400. 1 million 400 ming. Aka, nomeringizni qo'yib qo'ying, bu sotilib ketsa boshqa ham bo'ladi, ana. Bo'lar, pastda ham. 97lik 415 218. 415 18 18 raqamlarga telefon qilaverasizlar akalar. Hozir sotilib ketishimga aston savdo qilishyapti. O'rik o'tinlar juda serob. Hammasi quruq. Xo'p, nech pul aka? 2200. Bunday qilib yuklandi-da. Xo'p, telefon raqamlari mana shu. 88 260 0090 raqamlariga telefon qilaverasizlar akalar. Hammasi quruq o'tin ekan mana. Mana. Nomerlarni qoldirdik, aloqaga chiqaverasizlar akalar. Telegram, WhatsApplar bormi aka? Xo'p, qadrdonlar mana buni ko'rsataylik. Bu ham quruq shekilli. Mana. Qo'li to'g'maydi endi hozir. Mana. Akalar. Bunun narxi 2200 dedingizmi? 2200 narx ekan akalar. Telefon raqamlari 97 209 14 10 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Mana. Hozir endi sovuq kunlar boshlangan. Kunlar anchagina sovuq bo'lyapti. Qor yomg'ir yoqqan yo'q, lekin anchagina sovuq bo'lyapti akalar. Mana. Tayyor qilib akalarimiz yuklar olib chiqishdi, aralab, yorib dastlabga bor. Yoqaverasizlar. Xullas, vodiy bo'ylab yetkazib berilar ekan. Dastlabkasini kelishsizlaring bo'ldi.
Xo'p, telefon nomerlarini qo'yib ketdi akalar, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bugungi videorolikimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosish esdan chiqmasin. Mehnatimizni qadrlab, kanalimizga obuna ham bo'lib qo'yasizlar. Bizda shunaqangi har doim foydali videolar bo'ladi. Endi Chorva bozoriga kirib, chorva narxlarini ham yoritib beramiz. 2200 kam bor.